Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun xo'p 6-aprel navbatdagi do'konlarimiz Jizzax viloyat Do'stlik tumaniga Fotima opaga jo'natyapmiz. 6 ga 3,5 lik do'konimiz. Baholar mana ortilyapti. Oq tilla bo'ldi bu. Mana profillar juda qalini. Mana tunikalar antrazet. Xo'p, ikkinchi do'konimiz Surxondaryo viloyati Qiziriq tumaniga 8 ga 4 jo'natyapmiz, xudo xolasa. Hozir uni ham ko'rsataman. Mana ikkinchi do'konimiz ham Qiziriq tumaniga Ramazon akaga ortilyapti. Mana yangi chiqqan MDFlardan devorli, xuddi marmarga o'xshab turadi mana. Mana polli MDFlarimiz ham необычный svetda keldi. Kimga shunaqa do'konlar kelsa, bemalol aloqa qilib ko'ringlar. Kelishtirib chiroyli narxda qilib beramiz.